Iskandar savollar kelgan ekan. Siz topli polni o'zini ishlatsa qanday bo'ladi? Uyga iltimos aytib bersangiz debdilar. Hop, topli polni o'zini ishlatsa bo'ladi. Endi u kilovatini hisoblash kerak, tayyorlab batareyasini hisoblab turib, topli polni o'zida ham qo'ysa bo'ladi. Agar to'g'ri kelmasa, keyin qo'shimchasi radiator qo'shish kerak. Bar topli polni masalan qo'ygandan keyin 70-80 gradus qo'yib isitib bo'lmaydi. Endi keyingi savolga o'tamiz. Chap tomonida katyol bor, o'ng tomonida xonalardan obratga suv kelayotgan ekan. Nasos to'g'ri qo'yilganmi deb savol beribdilar. Bu to so'ramoqchi bo'lgan narsalari podachi yoki obratga demoqchilar menimcha. Farqi yo'q, u sistemaga bog'liq narsa. Podachaga qo'ysa ham bo'ladi, obratga qo'ysa ham bo'ladi. Muammo yo'q unda. Keyingi savolga o'tamiz unda. Assalomu alaykum. Rasxodamenniy kollektorning vazifasi nima? Aslida yoki faqat unli dom uchun qo'yiladimi deb savol beribdilar. Xo'p, rasxodamenniy kollektori asosiy vazifasi topli pollarni, o'sha rasxodini taqsimlab beradi. Keyin umli domga ham ishlaydi va u ishlash prinsipi ancha mukammal ishlangan, oddiy kollektorga qaraganda. Uni qo'ygandan keyin masalan qanaqadir joyga 50 metr, 60 metr, 70 mana shu orasiga tashlasa, o'shalar hammasi balansini to'g'rilab chiqsa bo'ladi. Va bu bilan o'sha sistemadagi topli pol hammasi bir xil islaydi. Unda keyingi savolga o'tamiz. Boyagiga savol ketdi. Sirkulyatsionni nasosni topli polga podachaga qo'ygan yaxshimi yoki obratga kelganmi deb savol berdilar. Bunda joyga qaraladi, haliga aytganimdek, obratga ham qo'ysa bo'ladi, podachaga ham. Buni misoli xuddi oldi vidishli mashina bilan orqa vidishli mashinani unaqa katta farqi yo'q. Tortishi orqadan bir xil tortadi, oldindan bir xil tortadi. Assalomu alaykum. 300 kvadratli katyol o'rnatdim. Uy 240 kvadrat, topli polli batareyalar bor. Shu joyda obratga nasos qo'yish kerakmi yoki katyolning o'zini nasosi yetarlimi deb savol berdilar. Hop, buni hisob-kitobini chiqarish uchun gidravlikani hisob-kitobini chiqarish kerak. Sistemaga qanaqa turba tortgan va nechiga bo'lingan, shunga qarab turib o'lchanadi va keyin qo'yiladi. Masalan, nasos qo'ymasa ham tortadi, lekin shunaqa joylari ham bor. Assalomu alaykum. Chistotniy nasosni qanday sozlash kerak? Va suvni tez aylantirishi yaxshimi yoki tez yoz qo'yibdilar? Savol to'liq bo'lmadi. Xo'p, xullas, chistotni qanaqa sozlash kerak deganlar. Chistotni o'z nomi bilan chistotni, u avtomatik ishlaydi. Masalan, o'zi kerakli o'sha gidravlikani hisob-kitobga qarab turib, o'zi topli pol rejimi bor bir xillarida yo'q. Faqat o'zini skorslari bor. Topli pol rejimiga qo'yib qo'ysa, topli pol rejimiga mos bo'lib ishlaydi. Agar radiator rejimiga qo'ysa, radiator rejimiga mos bo'lib ishlaydi. Bu aynan Velonikida bor lekin. Chistot nasosni nastroykasi juda muhim narsa emas, chunki o'zi chistotni sistemaga qarab turib ishlaydi. Kerak joyda baland bo'ladi, kerakmas joyda pastroq ishlaydi. O'sha o'zining gidravlikasiga qarab turib avtomatik ishlaydi. Bu masalan eng zo'r yechim. Masalan, uzoq liniya bo'ladimi, qisqa liniya bo'ladimi, o'zi kerakli diapazonni tanlab oladi. Bo'ldi, savollarimiz tugadi. Shunaqa savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Yig'ib bitta video tayyorlab javob berib boramiz. Sog' bo'lasizlar.